Video davomida siz xurmo mevasini kuniga qancha miqdorda iste'mol qilasiz? Xurmoning ham ko'plab turlari ma'lum. Bugungi tibbiyot va ilm-fan xurmoning juda ko'plab foydalari borligini aniqladi. Nima uchun bu mevani aynan Ramazon oyida ko'p iste'mol qilishimiz haqida suhbatlashamiz. Xurmo iste'mol qilinganda organizmda qanday o'zgarishlar yuz beradi? 100 gram xurmo mevasida quyidagi ozuqaviy moddalar mavjud. Tarkibidagi biriktiruvchi to'qima oshqozon va ichaklar uchun juda foydali. To'xtang, suyaklar uchun ham foydaliligini bilarmidingiz? Siz dunyodagi eng katta vaqf qilingan xurmozor haqida eshitganmisiz? Kanalimizga obuna bo'ling. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz xurmo mevasini kuniga qancha miqdorda iste'mol qilasiz? Bu mevaning qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Ha, sezib turganingizdek bugun sizlar bilan xurmo haqida bir-biridan qiziq ma'lumotlar bilan tanishamiz. Xurmo faqat Arabiston yarim oroliga xos meva emas. Tunis, Sudan, Iroq, Eron, Falastin va Hindiston singari ko'p mintaqalarda ham uchratish mumkin. Xurmoning poytaxti Madina deyilsa o'rinlidir. Ma'lumki, Munavvar shaharning Aqiq vodiysi singari yana bir qancha mashhur vodiylari bor. Ushbu vodiylarda har qadamda quduq uchraydi. Yer osti suvlari yer yuziga yaqin. Xurmo esa buni yaxshi ko'radi. Boshi oftobda turadi, ildizlari esa suvda. Xurmoning ham ko'plab turlari ma'lum. Ba'zilarining hidi kuchli, ba'zilari saqich-simon, ayrimlarining esa shirasi kam. Lekin hammasi tolali bo'lib, sog'liq uchun juda foydali hisoblanadi. Xuddi insondek u ham balog'atga yetadi. Bo'yi cho'zilib, rangi ro'yi ochilib, g'uj-g'uj mevalar bilan bezanadi. Xurmo daraxtining uch qismida joylashgan jumor haqida hech eshitganmisiz? Bu qism sarg'ishroq bo'lib, ingichka popukchalar orasida yashirinadi. Xurmo daraxtining ichidan olinadigan oq rangli yelim sifat moddaga jumor deyiladi. U daraxt tanasining yuqori qismida joylashgan bo'ladi. Uni olish uchun daraxtning uchi kesiladi. Shundan keyin ushbu daraxt quriydi. Xurmo daraxtining bo'yi 10 metrdan oshadi. Ba'zan g'ovlab 35 metrgacha yetishi ham mumkin. Iyundan boshlab yosh xurmo, iyul va avgustda esa quruq xurmo hosili olinadi. Har tub o'rtacha 80-90 kilogramm hosil beradi. Ba'zilari 200 kilogramdan ham oshadi. Xurmoning ham erkak urg'ochisi bo'ladi. Nihollar ona tanasidan ajralib chiqadi. So'ngra xurmo qalamchalari onasiga yaqin masofada ekiladi. Uzoqqa olib borib o'tkazsangiz, qurib qoladi. Xurmo ba'zi manbalarda Eron xurmosi deb ham ataladi. Uning mevasi sersuv bo'ladi, ammo quritilgan xurmochalik shirin bo'lmaydi. Barcha mevalar chirishi mumkin, lekin xurmo qat'iyan buzilmaydi. Biroz ezilishi, qurtlashi mumkin. Xurmoda ehtiyojimiz uchun zarur bo'lgan minerallar, vitaminlar, protein, yog', shakar barchasi bor. Bilasizmi, birgina xurmo bilan suv ichib bemalol yashasa ham bo'ladi deyishadi. Bugungi tibbiyot va ilm-fan xurmoning juda ko'plab foydalari borligini aniqladi. Shirinlikka o'ch bo'lganlar xumorlarini xurmo bilan bosa oladi. Madinaliklar mehmonlarga xurmodan tayyorlangan yeguliklar va xurmo shinnisi bilan ikrom ko'rsatishgan. Xurmo mushaklarni yumshatadi va harakatni faollashtiradi. Natijada ayollarning ko'zi yorish jarayonini ham osonlashtiradi. Qon ketganda samarali natija beradi. Sanchiqlarni kamaytiradi, sutni ko'paytirishga ham ko'maklashadi. Xurmo nihoyatda mazali, shirin va foydali mevadir. U tamir, turshak holiga kelguncha 3 bosqichda o'tadi. Birinchi, xom va g'o'ra bosqichida balax deb ataladi. Bunda mevaning rangi sarg'ish, ustki qavati esa qattiq va qarsildoq, mevasi biroz taxir va og'izni qamashtiruvchi bo'ladi. Keyin sarxil va suvli bo'lib pishgan holati rutob deyiladi. Undan keyin quritilib, eksport qilinadigan shakli tamir deb ataladi. Quritilgan xurmo yeyilgandan so'ng tezda glyukozaga aylanib, tanaga quvvat bag'ishlaydi. Iste'mol qilingan bir dona xurmo yarim soat ichida inson aqliy qobiliyatini oshirib, quvvatini tiklashi olimlar tomonidan tasdiqlangan. Unda ozuqaviy tolalar miqdori yuqoriligi uchun ham qorinni to'q tutadi. Shu bois ham dietologlar xurmo parhezini tavsiya qiladilar. Bunda asosan xurmo va suv bilan oziqlanish ko'zda tutiladi.
Har kuni umumiy miqdorda 5-6 ta xurmo yeb yurish inson jismiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, oshqozon ichak trakti yaxshilanadi. Yurak qon tomir xastaliklari hamda Alsgeymer xastaligiga chalinish xavfini kamaytiradi. Erkaklardagi nozik muammolarni hal etishga ko'maklashadi. Qabziyat kabi xastaliklardan aziyat chekuvchilarga ham xurmo tavsiya qilinadi. Xurmolarning eng oliy navlisi ajvadir. Hadis sharifda ham aynan ajva xurmosi zikr qilingan. Keling, xurmoning inson organizmiga yana qanday foydali xususiyatlari borligi, nima uchun bu mevani aynan Ramazon oyida ko'p iste'mol qilishimiz haqida suhbatlashamiz. Xurmo asrlar davomida mavjud bo'lgan meva bo'lib, u nafaqat to'yimli va mazali, balki shifobaxsh hamdir. Odam organizmida qondagi qand miqdorining kamayishi natijasida ochlik hissi paydo bo'ladi. Xurmo yegandan so'ng bu his yo'qoladi. Ro'zadorlar xurmoni iftorlikdan oldin yesa, organizmda ochlik hissi bartaraf etiladi. Ishtaha orom oladi va shuning natijasida birdan ko'p ovqat yeb qo'yishning oldi olinadi. Boshqa mevalardan farqli o'laroq, xurmoda ko'plab aminokislotalar mavjud. Masalan, triptofan aminokislotasi miyaning funksional va ruhiy holatini me'yorda ushlab turadi. Tinchlantiruvchi va biroz uyqu chaqiruvchi xususiyatga ham ega. Natijada miya hujayralari faoliyati tezlashadi. Sklerozning oldi olinadi. Glutamin aminokislotasi oshqozon shirasini kamaytiradi. Xurmo tarkibidagi glyukoza va fruktoza vitamin B5 bilan organizmda faol so'rilib, ochlik hissini yo'qotadi, jismoniy quvvatni oshiradi, miya va asab tizimi faoliyatini to'liq tiklashga ko'maklashadi. Boshqa mevalar kabi xurmo tarkiban o'zida xolesterin saqlamaydi. Shuning uchun boshqa shirinliklar o'rniga qo'rqmay iste'mol qilish mumkin. Xurmoning xususiyatlari va organizmga ta'sirini o'rganish jarayonida quyidagi foydali xususiyatlari aniqlangan. Xurmo tarkibida xavfli parazitlar, bakteriyalar, mikroblar saqlanmaydi. Undagi moddalar odam organizmidagi kasallik chaqiruvchi zararli bakteriyalarni o'ldiradi. Shuningdek, bu meva ishtahani me'yoriga keltiradi. Mushaklar harakatini yaxshilaydi va tiklanishiga ko'maklashadi. Och qoringa iste'mol qilish organizmdagi parazitlarni yo'qotishga ko'maklashadi. Albatta, odamlar xurmo iste'mol qilmasdan ham yashashi mumkin, lekin xurmoning inson organizmi uchun nihoyatda foydali jihatlarini bilganlar esa buning aksini o'ylaydilar. Xitoylik uzoq umr ko'radigan odamlar asosan xurmo bilan oziqlanishar. Arablar xurmoni sahro noni deb e'zozlashar va xurmodan turli xil taomlar tayyorlashadi. Bejizga u qadim zamonlardan davo sifatida qo'llanilmagan. Aytish joizki, bizning yurtda ham bu meva juda sevib iste'mol qilinadi. Xo'sh, xurmo iste'mol qilinganda organizmda qanday o'zgarishlar yuz beradi? Xurmo daraxti dunyoning ko'plab tropik mintaqalarida o'stiriladi. Ushbu meva hamisha foydaliligi bilan mashhur bo'lib kelgan. Uning katta, kichik, sariq, qizg'ish kabi turlari mavjud. Shuningdek, ularning qiymatli vitaminlarga boyligi bilan baholanadi. Xurmo tarkibida uglevodlar boshqa mevalarga qaraganda 60% dan ko'proq. Biroq uning shakari organizmga zarar yetkazmaydi. Sababi unda niatin, riboflamin va pantotenik kislota mavjud. Aynan shu moddalar uglevodlarning yemirilishiga yordam beradi. Qondagi glyukoza miqdorini tartibga soladi. Ayniqsa ayollarni emizikli davrida sut gormonlarini faollashtirib, ona sutining ko'payishiga ham foyda beradi. Shu bilan birga xurmo tarkibidagi katta miqdorda glyukoza, fruktoza va saxaroza organizmga kuch beradi. Tabiiy yetishtirilgan xurmo bilan tamaddi qilish kunduzgi holsizlikni bartaraf etishga xizmat qiladi. Xurmo fenol birikmalari va tabiiy antioksidantlarga boy. Miya uchun ozuqadir. Xurmo tarkibidagi erimaydigan kletchatka moddalari oshqozon ichak trakti uchun foydali bo'lib, qabziyatda samaralidir, ya'ni qabziyatni bartaraf etadi. Arab xurmosidagi aminokislotalar hazm qilish tizimi mo'tadil ishlashida yordam beradi. Ichaklar faoliyati uchun juda ham foydali. Xurmo tarkibidagi vitamin va minerallar, xususan temir moddasi, temir tanqisligi sababli vujudga kelgan kamqonlik simptomlarini yengillashtirishda ishtirok etadi. Anemiyada yordamchi. Yurak kasalliklarining ham oldini oladi. Tadqiqotlarga ko'ra, arab xurmosi qon arteriyalarida yog' to'planishiga olib keladigan triglitserid darajasini pasaytiradi va qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini kamaytiradi. Ko'z nurini asraydi.
Xurmodagi karotinoid moddasi sog'lom ko'rish qobiliyatini saqlab qolishda muhimdir. Diareyani davolashda ham samarali. Meva tarkibidagi kletchatkalar diareya kabi noxush holatlarda qo'llaniladi. Xurmoda muhim vitamin va minerallar behisob. Xurmo quritilganligi sababli ular kaloriya jihatidan yangi uzilgan mevalardan yuqori turadi. Shuningdek, kaloriya borasida mayiz va anjir kabi quritilgan mevalarga o'xshaydi. Uning tarkibidagi kaloriyaning ko'p qismi uglevodlardan, qolganlari esa oqsillardan olinadi. Kaloriya miqdoriga qaramay, uning tarkibida vitamin hamda minerallar mavjud. Kalining yuqori miqdori organizmdan natriyning chiqarilishiga yordam beradi va qon bosimini pasaytiradi. 100 gram xurmo mevasida quyidagi ozuqaviy moddalar mavjud. Kaloriya qiymati 277 kilokaloriya. Uglevodlar 75 gram. Biriktiruvchi to'qima 7 gram. Oqsil 2 gram. Kaliy 20%. Magniy 14%. Mis 18%. Marganец 15%. Temir 5%, vitamin B6 12%. Shuningdek, meva sog'liq uchun foydali bo'lgan antioksidantlarga boy. Tarkibidagi biriktiruvchi to'qima oshqozon va ichaklar uchun juda foydali. Yana xurmo tarkibidagi tola qondagi qand miqdorini nazorat qilish uchun muhimdir. Bu so'rilishni susaytirib, ovqatdan keyin qondagi qand miqdorining yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Yuqorida aytilganidek, xurmoda antioksidantlar miqdori juda ham yuqori. Antioksidantlar immunitet tizimi va hujayralarni turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan bakteriyalardan himoya qiladi. Anjir va olxo'ri kabi o'xshash mevalar bilan taqqoslaganda, xurmo eng yuqori antioksidantlarga ega. Bu esa nafaqat miya salomatligi, balki organizmning yoshligini ham ta'minlaydi. Bundan chiqdi, xurmo tabiiy shirinlik va energiya manbai ekanda. Xurmo fruktoza manbai bo'lib, uning tarkibida tabiiy shakar mavjud. Shu sababli meva juda totli karamel ta'mga ega. U oq shakarning o'rnini bosuvchi sog'lom mahsulot hisoblanadi. To'xtang, suyaklar uchun ham foydaliligini bilarmidingiz? Xurmo tarkibida fosfor, kaliy, kalsiy va magniy kabi bir qancha minerallar mavjud. Ularning barchasi suyak bilan bog'liq bo'lgan osteoporoz kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Endi tushundingizmi? Bejizga xurmo ko'plab foydali ozuqa moddalar manbai hisoblanmaydi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, kuniga 4 dona xurmo iste'mol qilish orqali o'rtacha 100 gram mis, kaliy, magniy va selen kabi muhim minerallarga bo'lgan kunlik ehtiyojining 15% ta'minlanar ekan. Guvohi bo'lganingizdek, xurmo mineral va vitaminlarga boy hisoblanib, uning tarkibida mavjud bo'lgan organizmga kerakli ko'plab aminokislotalar boshqa mevalarda uchramaydi. Olmada mis va rux ko'p bo'lsa, xurmoda natriy, kaliy, magniy, kalsiy va temir ko'proq. Xurmo mevalari oshqozon ichak trakti, jigar, teri va jinsiy a'zolar faoliyatini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Xurmo mevasi xuddi qovoq, o'rik va boshqa sariq olovrang mevalar hamda sabzavotlar kabi yosh bilan bog'liq o'simtalarning o'sishiga to'sqinlik qiladi. Xurmo mevasi tarkibida juda kuchli antioksidant moddasi hisoblanuvchi yuqori miqdordagi beta-karotin mavjud. U hujayra tuzilmalarini buzuvchi erkin radikallar bilan kurashadi. Uning ftorga ham boyligi tishlarni kariesdan himoya qiladi va tarkibidagi selen yurak xastaliklari xavfini oldini oladi. Aytish joizki, xurmodagi 23 turdagi aminokislotalar hamda pektin, A hamda B guruhiga kiruvchi vitaminlar, shuningdek uning tarkibida rux, temir, magniy, kaliy, marganец, alyuminiy, natriy, kobalt, kadmiy, bor kabi mikroelementlar va minerallar doimo sog'lom bo'lishimiz uchun xurmoni muntazam ravishda iste'mol qilish kerakligini ko'rsatib turibdi. Xurmo aqliy qobiliyatingizni ham rivojlantirib, ish sur'atingizni oshirish xususiyatiga ham ega. Mazkur meva iste'mol qilinganda insonning nafaqat ichki organizmi, balki tashqi go'zalligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Foliy kislotasi va E vitaminiga boyligi sabab u sochlar ildizini mustahkamlab, tirnoqlarning sinuvchanligini oldini oladi hamda organizmdagi yo'qotilgan kaliy o'rnini tiklaydi. Inson vujudiga oshqozon osti bezida insulinning bir maromda ajralishini ta'minlashga yordam beradi va shu tariqa qondagi qand miqdorining oshib yoki tushib ketmasligiga hissa qo'shadi.
Sir emaski, muqaddas Ramazon oyida bu ajoyib mevani har doimgidan ham ko'proq iste'mol qilish barchamizga odat bo'lib qolgan. Uning turlari ko'p. Navlariga va odamlarning talablariga qarab xurmo turli narxlarda sotiladi. Xurmoning tarqalishi ayniqsa Ramazon oyida yanada avj oladi. Quyida dunyodagi eng katta va eng sifatli xurmo bog'i haqida yaqindan tanishamiz. Siz dunyodagi eng katta vaqf qilingan xurmozor haqida eshitganmisiz? Xurmo yetishtirish Saudiya Arabistonining eng muhim xo'jalik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan joy Saudiya Arabistonining Burayda shahridagi bog' bo'lib, u dunyodagi eng katta maydonni egallagan xurmozordir. Burayda shahri mamlakat shimolidagi Qosim mintaqasining ma'muriy markazi hisoblanadi. Bog' haqida so'z yuritadigan bo'lsak, u yerdagi xurmo daraxtlaridan dunyodagi eng sifatli ko'plab navdagi xurmo hosili olinadi. Bu xurmozor tadbirkorga tegishli bo'lib, u ko'plab vaqflarning sohibidir. Bu yer yillar davomida tinimsiz izlanish hamda qattiq mehnat va urinishlar evaziga mahsulotni yaxshilashga va bog'ni xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirishga harakat qilib kelindi. Bog'dan chiqadigan hosil Alloh taoloning yo'lida vaqf qilinib, butun mamlakat va barcha arab davlatlari bo'ylab tarqatiladi. Ayniqsa Ramazon oyida aholining iftorlik qilishi uchun ko'plab tonna xurmolar yetkazib beriladi. Ushbu bog' dunyodagi eng katta xurmozor va dunyodagi eng sifatli xurmozor nominatsiyalari bo'yicha Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan. U boshqa xurmozorlardan ekin ekish va sug'orishda yangicha texnika vositalaridan foydalanishi, sohaga oid eng so'nggi uslublarni qo'llashi hamda ishga ilmiy yondashishi bilan ajralib turadi. Mana shular bog'ning eng go'zal manzaralaridan biriga aylanishiga va ko'plab xalqaro mukofotlarni qo'lga kiritishiga sabab bo'lgan. Bu yerda yetishtiriladigan xurmolarni tahlil qilib, o'rgangan laboratoriyalarning xulosa berishicha, ushbu hosillarda salomatlikka xavf soladigan moddalar va kimyoviy dori vositalarining qoldiqlari yo'q bo'lib, ular yeyishga yaroqli hamda sog'liq uchun juda foydalidir. Shuningdek, hosilni yetishtirishda butunjahon salomatlik me'yorlariga ham rioya qilinadi. Bog'ning nazorati va u yerda ish yuritish uchun ko'plab kuchli agronomlar jalb etilgan. Ular tuproqning holati, unumdorligi, sug'orish ishlarining borishi hamda pishib yetilgan hosilning sifatini nazorat qilish bilan shug'ullanadilar. Ushbu xurmozor 2007-yilda Yevropa Ittifoqi organik dehqonchilik bo'limining butun dunyoga xurmo yetkazib berish imkoniyatiga ega bog' mazmunli guvohnomasi bilan taqdirlangan. Shuningdek, Saudiya Arabistonidagi bir qancha universitetlar tomonidan bog' mahsulotlarida zararli kimyoviy vositalarning qoldig'i yo'q mazmunli yuksak darajadagi guvohnomalar bilan taqdirlangan. Bog'dan olingan hosillarning barchasi mamlakatdagi xayriya jamiyatlariga, shuningdek, qo'shni arab va islom mamlakatlariga tarqatiladi. Tadbirkorning ushbu bog'i xurmo yetishtirish sohasidagi eng yetakchi loyihalardan, shu bilan birga jahondagi eng katta xayriya ishlaridan biridir. Xulosa o'rnida aytar so'zimiz, dastur avvalida bergan savolimiz yodingizdami? Siz xurmo mevasini kuniga qancha miqdorda iste'mol qilasiz? Ne bo'lganda ham har narsaning ham me'yori salbiy ta'sir qilmaydi. Oshirib yuborish esa turli muammolarga olib kelishini unutmang.